Uzdil HTML dersligi 36 qism HTML5'deki film. Növbətdəki torda film qoyuş asasən qısturma orqali amalga oshirilgan. HTML5 yangidan video elementini ta'minlash orqali film qo'yishni bir taraf qildi. Növbətdəki film elementi 3 xil asosiy film mavjudini qo'llaydi. Ular OGG, Sora film kodlash va Vorbis ovoz kodlashni tarif topgan film mavjudi hisoblanadi. Anki MPG4 mavjudi. H264 film kodlash va AAC ovoz kodlashni tarkib topgan. Ondan keyin WebM film mavjudi, VP6 film kodlash va Vorbis ovoz kodlashni tarkib topgan. Internet Explorer 8 da video elementini qo'llamaydigan bo'lib, iOS 9 dan boshlab MPG ni qo'llaydigan video elementi barliq kelgan. Bu video xatkeşniki bir qism xarakterlari buni qaraydigan bo'lsak, masalan, avtomatik qo'yish, uningki boshqarish, masalan, qo'yish, to'xtatish kontrollarini chiqarish, qo'yg'ichning egizligi, uningki takror qo'yishni belgilash, qatorliq xil xatkeşlari bor. Uningki bu 3 xil film formatiningki har qaysi tor ko'rgishlardagi qo'llash qo'llamaslikni misol qaraydigan bo'lsak, masalan, AI'da OGG'ni qo'llamaydi, MPG4 ni qo'llaydi, 9.0 nashrdan boshlab, VVM'ni qo'llamaydi. Firefox'da bo'lsa, 3.5 nashrdan boshlab OGG'ni qo'llaydi, 4.0 nashrdan boshlab VVM'ni qo'llaydi, MPG4 dan boshlab MPG4 o'jini bo'lsa qo'llamaydi. Demak, bu yerda Chrome tor ko'rg'ichining 5.0 nashrda OGG bilan MPG4 ni 6.0 nashrdan boshlab VVM shu barliq 3 xil formatning hammasini qo'llaydi demakchi. Aka bir amaliy misol ko'radigan bo'lsak, bu bizniki Chrome eng yangi nashrdagi Chrome tor ko'rg'ichisi. Buningda shu film mavjudni maqolada chiqargan. Buningki kodi qaraydigan bo'lsak, asli kodi qaraydigan bo'lsak, buni kod night az. Bu yerda masalan bu yerda qo'yg'ichninki kenglik, egizligi, anadagi kontrollari ko'rinsin deb xarakter qiymatlar berilgan. Ondan keyin bu asli manba degan qismiga bu movie OGG, movie MP4 deb bu tor ko'rg'ichda jiqroq qo'llash uchun ikki vujudni asosan bergan, birisini olmasak ham bo'ladi. Agar ko'rinmagan ahvol ostida sizning tor ko'rg'ichingiz bu video vujudni qo'llamaydi degan uchun ko'rsatib berdim. Kod qaraydigan bo'lsak, bu kod night az. Faqat shu adresni ko'rsatadigan. Lekin buningki unumini ko'radigan bo'lsak, mana holatda bu qo'yg'ich chiqdi. Basqandan keyin bu film qo'yildi. Buning yana bu filmni o'tkazadigan, qo'yadigan, to'xtatadigan, ovozni kontrol qiladigan, andan keyin ekranda cho'ng ko'rsatadigan ham buningki chekinadigan iqtidorlari to'liq.